Аңлаватқаныңла Уйғур почтасы həftəlik xəbərlər proqramısı. Mən proqram riyasətçisi Gülay. Bu həftəlik mühim xəbərlər diqqətinizdə bolsun. Amerika prezidenti Donald Trump'ның Xitay ziyarəti xalqarada davamlıq güclük təsir qozğamaqda. Ötən həftə prezident Donald Trump Xitayda 2 günlük dövlət işləri ziyarətində boldu. Taratqular bu ziyarətdə iki tərəfning İran, Tayvan və insan haqları qatarlıq mühim məsələlərdə texniçi ilgirləş hasil qılmağanlığına diqqət qildi. Ziyaretdən burun Amerika Avam Palatası Gülşen Abbas və başqa siyasi məhbuslarni qoyub berishga chaqiriq qildigan qaror loyihasini ma'qulladi. Prezident Trump'ның Beijing ziyaratiga 3 kun qolganda Washingtondagi Lafayette maydonida Uyg'ur, Tibet, Hong Kongluk və Amerikalik faoliyatchilar jam bo'lib, Xitoy hukumatining ziyonkashligiga uchrayotgan siyosiy mahbuslarni qutqizish va kishilik huquqni savdo kelishimlarining oldingi sharti qilish talabi bilan zo'r ko'lamlik namoyish o'tkazgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı Trump'ның Xitoy ziyoratida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga elib kelishni talab qilgan edi. Ammo Amerika va Xitoy e'lon qilgan bayonotlarga asoslanganda suhbat jarayonida Uyg'ur masalasi tilga ilinmagan. Gollandiya parlamenti Xitoyning Gollandiyadagi Uyg'urlarga qaratgan chegara halqigan bostirish harakatlariga qarshi taklif loyihasini ko'p sonliq ovoz bilan ma'qulladi. Xitoy davlatining Gollandiya zaminida yashayotgan Uyg'urlarga qaratgan chegara halqigan bostirishi va aktiv faoliyatchi Abdurum G'ini uchirgan tahdidlar masalasida sunilgan rasmiy taklif loyihasi bugun Gollandiya parlamentida zo'r farq bilan ma'qullandi. Uzun yillardan beri Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qirg'inchilik siyosatlarini pash qilib kelayotgan Gollandiya turishliq aktiv faoliyatchi Abdurahim G'ini bu yil beshida Xitoyning tashviqot faoliyatlariga qarshi norozilik bildirish jarayonida zo'rliq va psixikalik faoliyatlarga uchragan edi. Bu hodisa Gollandiya matbuotlarida keng xabar qilinib, siyosatchilarning jiddiy diqqatini tortgan. Lager shoidi Mehrigul Tursun Fox xabarlariga o'zining beshidan o'tganlarini so'zlab berdi. Uyg'ur lager shoidi Mehrigul Tursun Amerikaning cho'ng televiziya kanallaridan biri Fox xabarlariga o'zining Xitoy lagerlarida ko'rganlarini tanishtirdi. U so'zda Xitoyning tutqun qilib qiyin qistoqqa olgan jarayonlarni va uning bir bolasining o'lib ketganligini bildirgan. U yana Xitoyning uningdan qisos elish va to'xtatish uchun urug' tuqqanlarga qarshi elib borgan tutqun qilish ahvolini anglatgan. Xitoy hukumatining Sharqi Turkistonda Uyg'ur milliy kimligini yo'qotish siyosatining yana bir yangi misoli diqqat qo'zg'adi. İctimai taratqularda tarqalgan videolarga asoslanganda Xitoy doiralari Uyg'ur milliy kimligining simvoli bo'lgan doppini hatto tijorat loyihalaridanmi cheklagan bo'lishi mumkin. Sindi so'zlagan bir loyihalaguvchining oshkorlashicha, u bir ichimlik qutisi uchun Uyg'ur doppisi kiygan yigitning suratini loyihalagan bo'lsa-mu, lekin zakaz berguvchi taraf Şinjangda do'ppi kiyishga ruxsat qilmaydi degan sabab bilan do'ppini loyihadan butunlay chiqarib etishni talab qilgan. Xitoyning majburiy assimilyatsiya siyosati. Qashqarda dushanbalik siyosiy tarbiya harakati davomlashmoqda. İctimai taratqularda tarqalgan eng yangi uchurlarga asoslanganda Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonning Qashqar qatorliq joylarida yerlik xalqni majburiy bayroq chiqarish va siyosiy yig'inlarga qatnashtirish siyosatini yanada qattiq davomlashtirmoqda. Tarqalgan sin ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, 29 aprel Qashqardagi bir mahallada dushanba kuni atiganda bayroq chiqarish murosimi va atiganlik yig'in uyushtirilgan bo'lib, aholilarning buningga cho'qim qatnashishi talab qilingan. Sindi yana aholilarning maydonlarga jam qilinib, Xitoy davlat marshini aytishga, orqadan ittifoqlik kuch qatorliq siyosiy naqshlarni aytishga majburlanganligi ko'rilgan. Yig'in oxirida aholilar o'ng qo'lni ko'tarib, Xitoyning sotsialistik qimmat qarashi bo'yicha qasam berishga tashkillangan.